Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 31-may kunidan 3-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, faqat 1-iyunda 13-18 daraja, kunduzi 31-may kuni 28-33 daraja, 1-3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 31-may kuni 34-39 daraja, 1-iyunda 33-38 daraja, 2-3-iyunda 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 31-may va 2-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 31-may kuni 33-38 daraja, 1-3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 31-may kuni 35-40 daraja, 1-3-iyunda 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 31-may va 2-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. 3-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 31-may kuni 18-23 daraja, 1-3-iyunda 20-25 daraja, kunduzi 31-may kuni va 1-iyunda 32-37 daraja, 2-3-iyunda 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-7 daraja, kunduzi 31-may va 1-iyunda 25-30 daraja, 2-iyunda 22-27 daraja, 3-iyunda 20-25 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.